Aholi salomatligini saqlash eng muhim masalalardan biridir. Shu ma'noda so'nggi yillarda mamlakatimizda xususiy tibbiyot muassasalarini ham tubdan rivojlantirish, ayniqsa tashxis qo'yish va davolash sohasiga yuqori texnologiyalarni qo'llash ustuvorlik kasb etmoqda. Ko'ksaroy Hospital shifoxonasi faoliyati ham ana shunday islohotlar samarasidir. Ushbu klinikada har bir bemorga o'ziga xos yondashuv bilan yuqori sifatli tibbiy xizmat ko'rsatiladi. Uning tibbiy diagnostika markazi a'lo darajadagi zamonaviy uskunalar va yuqori malakali mutaxassislardan iborat. Bu yerdagi katta tajriba va professionallik esa bemorlar uchun katta imkoniyatdir. Navbatdagi lavhada ushbu klinika haqida so'z boradi. Ovqat yeyishda qiynalish, ba'zan ozuqaning ortga qaytishi, adoqsiz og'riq. Bu holat ushbu yigitni 5 yil davomida qiynab keldi. Avvallari ovqat yeganimda, shu qizilongichimda tiqilish kuzatilardi. Keyin u juda ham jiddiylashib ketdi. Nihoyat u poytaxtga zamonaviy Ko'ksaroy Hospital klinikasiga yo'l oldi. Bu yerda zamonaviy texnologiyalar va tajribali mutaxassislar uning hayotini butunlay o'zgartirib yubordi. Lekin o'zimizdagi mutaxassislar buni aniqlay olmagan. Nasib shu yerga ekan. Endi Xudo xohlasa operatsiyadan keyin hammaga o'xshab yaxshi ovqatlanishni xohlaymiz. Mutaxassislar bemorga qizilongach axlaziyasi tashxisini qo'yishdi. Bu ozuqa oshqozonga o'tishini qiylashtiradigan noyob kasallik. Klinika shifokorlari hamda rossiyalik mutaxassislar bilan hamkorlikda o'tkazilgan jarrohlik amaliyoti muvaffaqiyatli yakunlandi. Наша задача будет через рот зайти эндоскопом и рассечь ему мышцу пищевода для того, чтобы открыть путь вниз. Все это будет делаться без разрезов, как обычная гастроскопия, таким же доступом через рот. Все очень хорошо организовано, и подобраны пациенты, и анестезиологи, и ассистенты. Bugungi kunda Ko'ksaroy Hospital Yevropaning yetakchi klinikalari bilan hamkorlikni yo'lga qo'ygan. Rossiyalik ustozimizni qo'lida klinik ordinatorda o'qib kelganmiz. 2023-yildan beri hamkorlikda ishlab kelmoqdamiz. Bizning klinikada 15-20 tacha bemorda o'zimiz qilganmiz. Hamkorligimiz bor. Germaniyadan kelishadi, Turkiyadan kelishadi. Keyingi rejalarimiz zamonaviy tibbiyotda sun'iy intellektni rivojlantirish. Ko'ksaroy Hospital bugun aholiga nafaqat jarrohlik, kardiologiya, nevrologiya, endokrinologiya va pulmonologiya kabi ko'plab yo'nalishlarda ham yuqori sifatli tibbiy xizmat ko'rsatib kelmoqda. Shu bilan birga tashxis qo'yishda MRT va MSKT kabi zamonaviy diagnostika uskunalaridan foydalaniladi. Eng muhimi, bemorlarning tez tiklanishi va qulayligi uchun bu yerda barcha sharoitlar yaratilgan.